Hammaga assalomu alaykum do'konajonlarim, mani do'mboqchalarim qalaysizlar? Mana faqat do'mboqlarni kuzatadim, yozg'inlarni ham kuzatadim. Kommentariyada yozib ketinglar. Shuni 3 kundan beri qilaman degan ishimni mana bugun va nihoyat qildim. Uylarimni generalniy uborka qilaman deyman, hech vaqtim yetmaydi. Mana tovar reklamalarim emas, uborka videolarimni kutib turadigan jonkalarim. Mana bugun uborka video chiqdi sizlar uchun. Mazza qilib, anti-stresslarni chiqarib, uborkalar qildim. Ko'pirtirib demayman, chunki ko'ping yo'q. 18 yildan beri artilmayotgan changlar mana bugun artildi. Izzatini shu gapimga negativ kutaman qizajon. Agar negativ yozmasanglar, qaranglar, xafa bo'laman. Uborka video oling, uborkalaringizni sog'indim degan jonkalar. Mana aktiv kutaman sizlardan. Agar kommentariy yozmasanglar, like bosmasanglar, qaranglar, lekin xafa bo'laman. Onalar birinchi nimadan boshlaydi? Farzandlarining kiyimini sarimjon sarishta qilishdan. Kiyimlarni ajratib, berib yuboradigan kiyimlarimni alohida qilib qo'ydim. To'g'risini aytsam, kiyilmaydigan kiyimlarni uyda saqlashdan, kichkina bo'lib qolgan kiyimlarni saqlashdan juda ham yomon ko'raman. O'zimni ham yaxshi kiyimlarimni kimlargadir berib yuborsam, ayamni ham, qaynonamni ham jahllari chiqadi. Lekin kiymayotgan kiyimim nima bor, shkafda turib, bekorga asabimni buzib, bu kimga bersam shundan foydalanadi deb sekingina tushuntirib qo'yaman. Ikkala farzandimni ham kichkina bo'lib qolgan kiyimlarini umuman yig'mayman, birovlarga berib yuboraman. Shu fikrimga qo'shilasizlarmi yokida kiyim yig'ish kerakmi? Hech kimga bermasdan, uyda joy saqlab, uyimda lishni joy egallamasdan birovga berib yuborsam, Alloh menga yetkazadi deb har doim aytaman. Qizimning kiyimlarining ichida M&S chiqdi, kecha dadasi olib kelibdilar. Ichidagi polkalarni ham tozalab, artib olib, kiyimlarni saramjon sarishta qilib chiroyligina joylashtirib qo'ydim. Bu chiroyli bo'lib turishini 3 kunga e'tibor arkin. Vaqtim bo'lganda har oyda, vaqtim bo'lmaganda har 2-3 oyda kiyim ajrataman. Bolalarim polkasini yig'ishtirib bo'lgandan keyin albatta xo'jayinim ham polkalarini yig'ishtirib qo'yishim kerak. Qaranglar, qanaqa xunuk bo'lib turibdi. Xo'jayinim Kia servisda ishlaydi, o'shaning uchun kiyimlari bu yoqda ham turadi pastda. Moy kiyimlari turadigan joyi ham chiroyli qilib artib oldim. Xo'jayinim hech kim moyda ishlaydi demaydi ham. Faqat oq kiyim kiyinadilar. Men qizlik paytimda ochroq ranglar kiyinishni yomon ko'rardim, ya'ni oq, roz va shunga o'xshagan ranglarni kiygim kelmasdi. To'q, yorqin ranglar yoqardi menga. Eskilarni gapi bor, qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi, yomonga yaqin yursang balosi yo'qadi degan gap rost-da. Hamma yaxshi odatlarim o'zimniki, yomonlari erimni o'tgandirmidi? Nega o'zingizni shkafingizni ko'rsatmadingiz deyishinglardan oldin men aytib qo'yam, o'zimning shkafimni yig'ishtirishga uspet qilmadim. Bog'chaga bordim, pochtaga bordim, uyga keldim, postelimni almashtirib, mana sizlarga endi azvuchka yozaman. Iltimos, meni mehnatlarimni qadrlab, albatta like, kommentariy yozib qo'yinglar. Menga o'xshagan dangasa o'rtog'inglarga shu videoni yuborib qo'yinglar. Zora shu videoyimdan keyin turib ishlarini qilsa. Shu video ham tugay qolmadi, meni gaplarim ham tugay qolmadi-da. Albatta hammaga rahmat, kattakon sizlarni yaxshi ko'raman.